Lekin ishga kirganimdan beri 150 mingdan oshib olganim yo'q. Shunaqamidi? Dilshod tezda xonamga kir. U boshliq. Necha pul olyapman dedingiz? Ishga kirganimdan beri 150 mingdan oshib olganim yo'q boshliq. Ulug'bek, siz chiqib ishchilar to'plab turing ochiqani. Dilshod, kelib shu bechora g'aribni haqqini edingmi? Eng zo'r ishda o'zing turgan bo'lsang. Hozir seni ishdan haydab yuborsam, akam bilan o'rtamizdan rosa qochadigan yaqin do'stim. O'shaning uchun hozirdan afsarlik qilib ishlab turasan, tushundingmi? Senga surprizim bor. Yur Dilshod, tashqariga chiqaylik. Yigitlar, sizlarga bugunda yangilik bor. Bugundan boshlab Dilshodjon sizlar bilan tepa-teng asablik qiladi, sizlarga yordam beradi. Ha? Ulug'bekjon vakiling, bu kishini o'rniga mana Ulug'bek sizlarga yangi ish boshqaruvchi, mana shu Ulug'bek bo'ladi sizlarga. Har bitta aytgan gapim, meni aytgan gapim, gapiga kirasizlar. Ha, Dilshod kirsan, safimizga xush kelibsan. Qutlug' bo'lsin, endi yangi lavozimlar borib, 10-xonani tozala. Kelishdingmi? Chefga partiylarni qara, zo'r yarashibdi-yu, azde. Birovga choq qazib, o'zing tushsan-da. Qallaram sundan kulgani kelishdingmi? O'zi hammasi sundan kulib yurishibdi. Siqilma oshna, bitta zo'r reja bor. Lavozimingni ham tiklaymiz, ani chillashirni ham yo'qotamiz. O, kelyapti, borib turur. Oy, uka, 1 minutga bana qarab boring. Ukam uni zaryadkasi ozgina qolibdi. Zaryadkaga qo'yib qo'yincha turib olib kelib berasiz. Xo'p bo'lar aka, boshqa kamchilik yo'qmi? Yo'q, rahmat. Xo'p bo'lar aka. Endi botlaymiz buni.